Yunusoboddan qidirayotganlarga zo'rg'antimizda chiqqan Yunusobod 11-kvartaldan 2 xona 2-etaj uyimizda. Mana ko'chalarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Plashtatkalari bor deytski o'zini. Hop. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'ladi. Uyimizga Evromod qilib bitkazib qo'yilgan. Chap qo'limizda sразу mana tualetimizni ko'rsangiz bo'ladi. Bu yog'imizda hammom qismimiz bo'ladi. Bu yog'imizda birinchi xonasi mana ko'rsangiz bo'ladi. Uyimizdan elitorkada. Bu yog'imiz ikkinchi xonamiz bo'ladi mana. Xonalari ham katta-katta, keng, chiroyli. Reshotkalar ham qo'yib bitilgan mana. Oynalar aksiga almashgan. Balkoni 1,5 ga 6. Balkonni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu yog'imizda oshxona qismimiz mana. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Chiroyli qilib bitkazib qo'ygan uyimizni. Hop, bu uyimizdan 54 kvadrat, narxini 66 ming deb so'rashyapti. Ya'ni keltirib beradigan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarini Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.